Ama o'zim bilaman. 10 yildan beri qiynalib yuradi. İçmagan dorisi qolmagan. Kecha narkoz berayotgan payti ham bir 5 ta odam dorisini ishlatib yubordi mana kishi. Siz bilmaysiz, men bilaman-da. O'shanga ham sal chiqishingiz qiyin bo'ldi-ku. Meni kulib turibsiz, xudo xolasa yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Sovqatdi ozgina. Sovqatdi. Endi biz operatsion sovuq bo'ladi, chunki hali bular Muhit shunaqa bo'lishi kerak. Chunki infeksiyani o'ldirish uchun sovuq muhitga operatsiya. Qalaysiz, necha foiz o'zgardi? Yaxshi o'zgardi, yaxshi tomon o'zgardi. Yaxshi tomon. 90% ga o'zgardimi? 95%. 95 desa ham bo'ladi, ha? Faqat men kirgan joyda oldi bu. O'sha mesela qozon kelgan turgan qo'lim qolqash tushirib beradi. Tushirib yuboradi. Yo'q, hozir yo'q. Shunga qarshi biklab Bu kishini oldi tarafdan do'st qilib 4 ta 5 ta umurtqasini diskini tozalab tashlab, vint qo'yib qotiramiz degan. Bitta teshikchadan kirib, mana Xudo xohlasa nasib inshaalloh og'riqlardan qutulib o'tiribmiz. Kecha ham men nimadan bildim? Faqat o'ng qo'li pastda yurar ekanda, suvni chap qo'lda ko'tarib ichib yurgan ekan kecha. Ertalab kirsam, o'ng qo'lida telefonda gaplashyapti. Aytdim, "Men demak yaxshi" dedim. Duo qiling, oltin olma duo dedi. Shu ishlab ketgan qo'llaringiz bilan duo qiling. ishlaringiz barakasini bersin. Amin. Allohim hamisha sekiramlarga baraka bersin. Ishlaringiz, farzandlaringiz baxtida sog' bo'ling. Amin. Dunyoda bunchadan dunyoda eng omadli insonlardan bo'lib bering. Amin, amin. Alloh. Yuzga kirganda shunaqa duo qiling, qo'lingiz ishlab tursin.